Yaxşımısızlar kichik do'stlar? Men sizlarning do'stinglar Zarina bo'laman. Illibba qo'shig'i esinglarda bormi? Uyg'ur tili illibbasida 32 harf bor. Uni bilmay cho'ng bo'lsam, satto'ran o'yib bo'lar. Qandaq? Esinglarga keldimi? Shunga bu 32 harfni bilmayla cho'ng bo'lib qolmaslik uchun bugundan boshlab birdan ularni o'rganaylik. Bulamdı? Bugundan boshlab biz harflarni o'rganishda bu kitobni ishlatamiz. Agar sizlarda bu kitob yo'q bo'lib qolsa, uyinglarda xalqan illibba kitobi bo'ldi. Sizlar kichik do'stlar, bugundan boshlab biz illibba o'rganishni boshlaymiz. Bugun illibbadagi tunji harfni o'rganamiz. Meningki kitobga o'xshash kitoblar borlar. Kitobni 17-betini yechinglar. Fikrim sizmi 17-betini yechinglar? Meningkiga o'xshash kitob yo'qlar. Ekran qarab o'tirib tursanglar bo'ldi. Fikrim ish bo'ldingizmi? Ish bo'ldim. Undaqda bu rasmni kim ekan? Atgan. Otning rasmi bor ekan. Denga bugun o'rganadigan harfimiz ot tiki olganda ot ona to'rt xil yozishi bor ekan. Menga geçip o'qib beqinglar. Bosh a, Baş A. yolg'iz a, Yalğız A. oxir a, Ahır A. hamzalik oxir a. Hamzlik ahır A. Yana bir ixtim o'qaylik. Bosh a, Baş A. yolg'iz a, Yalğız A. oxir a, Ahır A. hamzalik oxir a. Hamzlik ahır A. Yana bir ixtim o'qaylik. Bosh a, Baş A. yolg'iz a, Yalğız A. oxir a, Ahır A. hamzalik oxir a. Hamzlik ahır A. Endi men bu ana to'rt xil yozilishini mayli yozmanlar. Sizlar nereden boshlab yozdi, nerede tugaydi deganni yaxshi ko'rib qo'yinglar. Oldi bilan men bosh a yozmanlar. Bosh a. Yolg'iz a xuddi buni yozgandekla. Endi oxira. Oxira bo'lsa qo'lini chiqaradi. Hamzalik oxir a bo'lsa qo'lini chiqarib bir tishi bor. Ustiga chiqarib hamzasini qo'yadi. Endi mengacha o'qib qo'yinglar. Bosh a, Baş A. yolg'iz a, Yalğız A. oxir a, Ahır A. hamzalik oxir a. Hamzlik ahır A. Yana bir ixtim qo'ydik. Bosh a, Baş A. yolg'iz a, Yalğız A. oxir a, Ahır A. hamzalik oxir a. Hamzlik ahır A. Yana uchinchi ixtim bir ixtim qo'ydik. Bosh a, Baş A. yolg'iz a, Yalğız A. oxir a, Ahır A. hamzalik oxir a. Hamzlik ahır A. Turing endi. O'zing tutib Baş A. Yalğız A. Ahır A. Hamzlik ahır A. Baş A. Yalğız A. Ahır A. Hamzlik ahır A. Baş A. Yalğız A. Ahır A. Hamzlik ahır A. otur. Lekin nimishqa onim to'rt xil yozishi bor va birini yoz qo'shilmamdi. Hammasini odobli ovoz chiqaraman. Lekin
Kendini ko'rsak, balkim nima to'rt xil yezilishi bordir deb bilamiz. Faqat ma'lum ekan. Atgan. Otganda. Otning mava, mayli balaning birisiga o'xshamlikan. O'xshaydigan. Qaysiga o'xshaydikan? Bashar o'xshaydigan. Bashar o'xshaydikan. Endi ma'lum ekan. Dadasgan. Mau dadasgan. Mau dadasining qo'lini turgan bolasgan. Dadasining dada degan xatki bunda qizil turgan mana shuga o'xshamlikan. Qaysiga o'xshaydikan? Yolg'izga o'xshaydigan. Yolg'izga o'xshaydikan. Endi ma'lum ekan? Shargan. Shargan. Mau shar degan xatki qizil turgani qaysiga o'xshaydikan? Mana shudiki. Oxirga o'xshaydigan. Mau oxiriga o'xshaydikan. Endi mayli rasm yo'q-ku? Ma nima rasm yo'q desanglar? Apaq. Uyg'urchada apaq deymiz-ku. Rangkan bu. Endi mau beshidikaga mana shudiki qaysiga o'xshaydikan? Boshga o'xshaydigan. Boshga o'xshaydikan. Lekin mava qaysiga o'xshaydikan? Mava qizil turgan. Mava. Hamzlik oxirga o'xshaydigan. Hamzlik oxiriga o'xshaydikan. Degan gap nima to'rt xil yezilishi borligini endi biloldik. Demak, bularga qarasaq, ba'zilar oldin kelgan, ba'zilar qo'l tutishib kelgan, ba'zilar bo'lsa yolg'iz qo'l tutishmay kelgan. Yana ba'zilar keyinda, yana ba'zilar o'ttirda kelgan. Shuningga to'rt xil shakli bor ekan. Endi bildinglarmi? Ha, bildim. Endi yigirma bitinchilar. Voy! Jiqqin narsa bor ekan. Ma'lum ekan? Quyoshga, Ma'lumotchi bulutga, bulutlarga. Ma'lumotchi nima ekan? uyga. Uyga. Ma'lum ekan, ma kichik turgan. Gulgan. Ma'u kimkan? Dadasgan. Ma'uju apishgan. Ma'uju kimkan? Bolasgan. Buni uyinglarda dadanglar, opanglar bilan tang ko'rib qilladimi? Rasm yo'q bo'lgan bilan jiqqin oilasi bor ekan bularning. Voy, mayda bir qo'shiq bor ekan-ku. Bu qo'shiqni uyinglarda ko'rsanglar bo'ldi, kitoblar borlar. Men o'qib beraman. Apam oydek, dadam kundek. Meni boqadi qizil guldek. Apam oydek, dadam kundek. Meni boqadi to'lin oydek. Qani siz biladingiz-ku? Debinglar. Apam oydek, dadam kundek. Meni boqadi qizil guldek. Apam oydek, dadam kundek. Meni boqadi to'lin oydek. Yaxshi o'qidingiz. Endi mana bir hafta o'qiydi-ya.
Malinken. Baş A. Mocu. Yavuz A. Malinken. Ahır A. Am kendiki lıncu. Hemzilik ahır A. He. Şimdi bugün Mişya'da yeni yerimni tüketip durayla. Onun burun kilak tümlükler sıkıca bugün öğrengen A harfinin yazılışı var. Tapşırıqını vermez sizlərə. Yaxşı orundab kilinglarcım o. Ha. Bulandı kal. Dudu. Kilak tümlük dersinde görüşelim. Haydi hoş.